Assalomu alaykum, Lemoniy komandasi. Hozir do'stlar, ko'rasizlar, anchadan beri video qilganim yo'q. Oxirgi marta mana 3 hafta oldin почти shu 1 oycha bo'lmadi-yu. Sal 1 oy bo'ldi. 3 hafta oldin video qilganmiz. Ancha aktivimiz tushib qoldi. Shuning uchun endi mana yana Lemoniy komandasi qaytdi. Endi yana bomba saytlar, videolar, botlar haqida полный kontentni yoramiz. Bugun уже men sizlarga oddiy botdan o'zbek so'mida pul chiqarib, shu полный безбашенный pul ishlashni sizlarga o'rgataman. Xo'sh, videoni boshlashimizdan oldin oxirgi videomiz kommentariya g'olibini aniqlashimiz kerak. Uning uchun mana silkasini nusxalab oldik. Bu yerda endi random saytimizga o'tib buni joylaymiz. Xo'sh, pastroqqa tushamiz. Bu yerdan kapchani teramiz. Va get YouTube comments va start tugmasini bosamiz. Qani bizdan kim yutib olar ekan? Bizdan Sanjar Ibragimov obunachimiz bizdan 200 rubl pul miqdorida rubl yutib oldilar. Hamyonlarga yoki karta raqamlariga 30 ming so'm yutib oldilar. Xo'sh, yana bitta obunachimizni aniqlaymiz. Har bitta videoda ikkitadan odamga pul miqdorida pul kodlarini taqdim etib boraveramiz. Xo'sh, yana kim chiqib qolar ekan? Sunnatulla Milisevich. Xo'sh, bu obunachimizdan bizdan bonusni yutib oldilar. Buni olish uchun menga Telegramdan aloqa isbotni tashlab qo'ysangiz, sizga hamyoningizga yoki karta raqamingizga bonus pullarimizni tashlab qo'yaman. Xo'sh, ana endi qanday qilib ishlaymiz? Bu men hozir o'rgatayotgan narsam sizlarga bot orqali ishlaysizlar. Mana men hozir sizlarga uni xo'sh, mana qaranglar. Уже saytdan 532 ming pul yechilgan. Mana bu yerda ko'rsatib turgan skrinshotda 532 ming o'zisi bu so'm degani va 23-martda pul yechgan, ya'ni 2025-yil. Xo'sh, bu yerda уже pul miqdori kelib tushibdi. Mana 532 ming 25-martda pul kelyapti. 2 kun ichida pul miqdorlari tashlab berilibdi. 100% to'lovdan bitta obunachimizda o'zlari bizga skrinshot tashlaganlar. Va mana shu obunachimiz orqali men o'sha botni topdim va uni o'rganib chiqdim. Rostdan ham ishlasa bo'lar ekan. Sizlar ham bemalol kirib soqqani ursanglar bo'ladi. Mana men hozir 3500 ta tanga yig'ib qo'yganman. Buni qanday qilib pul ishlaymiz? Xo'sh, mana yerdan nezavershiniy zadachi bo'limiga o'tamiz. Xo'sh, mana bu yerda sal ko'rasizlar, tomog'im bo'g'ilgan, kasalman. No mayli, shu bahona bo'lolmaydi bu kontent qilishimizga. Shuning uchun sizlardan iltimos, bittagina iltimos qo'llarim, bu yerga like va podpiska bo'lsa, podishka qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Mana Kibermakon degan kanalga obuna bo'lib, sizlar 3000 pul ishlasanglar bo'ladi. Saytda minimalniy pul yechish 30 ming so'm. Bemalol pulni yechib, soqqani ursanglar bo'ladi. Har tariflarga ham juda ham chotki pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'sh, ana endi mana bu zadaniyani qilib ko'ramiz. Nima qilaver? Uzr do'stlar, hozir sal pauza bo'lib, golos noto'g'ri tushib qolgan bo'lishi mumkin. Videoni pauza qilib, hozir davom ettiryapman. Mana kripto yangiliklar degan kanalga mana o'sha kripto yangiliklar kanaliga obuna bo'lamiz. Bu yerda присоединиться tugmasi. Uzr do'stlar, hozir sal qo'tyapti. Nimaki video davomida menga kimdir telefon qilib qoldi, shunga atvet qildim. Xo'sh, bitta kirib chiqib boramiz. Xo'sh, bu yerda zadaniya bo'limiga o'tamiz va kripto kanallar. Xo'sh, bu yerda men kanalga obuna bo'ldik. Ana endi bu yerdan проверить tugmasini bosamiz. Mana bu yerda pastda. Va mana zadaniya успешно выполненadi va bizga 3000 tangani ham berdi. Xo'sh, yana bitta shunaqa kanal bor ekan. Bunga ham bitta проверить tugmasini bosib qo'ygan, mana bo'ldi. Va ежедневный nagradani ham olib borishimiz kerak. Mana ko'rlaring, 10250 so'm pulimiz tayyor. Xo'sh, ana endi Druziya bo'limiga o'tamiz. Druziya bo'limidan qaranglar, har bitta odam chaqirganingizga 5000 so'mdan pul beradi.
Bu 5000 so'mimiz. Agarda kamida 10 ta odam bu judayam oson, ya'ni judayam oson bu botga chaqirish. Chunki bot hali unaqa judayam mashhur bot emas. Hozir sizlarga ko'rsataman qancha odam borligini. Keyin video oxirida ko'rsataman. O'zlarining yaqinlaring, aka-ukalaring, opa-singil, shu qarindoshlaring chaqirib ham bemalol просто tak bir kunda ichida 100 ming so'm, 150 ming so'm, 200 ming просто uyda o'tirib ham pul ishlasalaring bo'ladi. Xo'sh, bu referral silkani mana bu yerda nusxalash orqali qilib olsalaring bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Xo'sh, ayni profil bo'limiga o'tamiz. Profil bo'limida bitta hech qanaqa kerak narsa yo'q. Bizda o'zimizni balansimiz ko'rsatadi. Xo'sh, tablitsa bo'limi, tablitsa ham bizga kerak emas. Xo'sh, zadaniyadan biz o'zi asosan faqat druzga chaqirib, ya'ni o'sha do'stlarimiz taklif qilib pul ishlaymiz. Kamida bitta referral chaqirganimizga 5000 tangadan olib boramiz. Qanday qilib pul yechamiz desalaring, uncha главный bo'limga o'tamiz. Mana bu yerda pastda главный bo'limga o'tamiz mana bu yerda. Xo'sh, bu yerda qanday qilib pul yechamiz? Uning uchun mana yerda обменять bo'lim bor. Mana. Xo'sh, обменять bo'limga kiramiz. Va bu yerda сколько хотите перевести? O'zbekcha yozishimiz kerak. 10,250. Va bu yerga karta raqamini ham yozishimiz kerak. Общий balans. Bu nima o'zgarmayapti? Mana sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Qani bitta hozir meni akkauntim yangi. To'g'ri tushunasizlar. 10,250 va отправить tugmasi. Ko'rlaring do'stlar, bu aytibdiki kamida 50 ming so'm pul yechamiz. Obunachilarimiz aytgandek. Bemalol keyingi videolarda men sizlarga pul yechib, sizlarga tayyor skrinshotlarni ko'rsatib beraman. Uning uchun bu botni silkasini video описаниеga, kommentariyaga zakrebit qilaman. Kirib bemalol bugundan hozirdan so'qqani urishni boshlanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.